Assalamu alaykum, Aliya Sultan 322 salondagi barliq xanım qizlar. Bugün sizlarga tanıştırmoqchi bo'lganimiz xemirliq yesip degan taom. Bu taomni aytib o'zgacha taom. Buningga oldi bilan xemir yug'urib olamiz. Odatdagi lag'manning xemirdan bo'shroq petir xemir yug'ursak bo'ldi. Qiymas uchun ketilgan materiallar mayliroq go'sht, ya'ni qiyma qilingan go'sht, piyoz, chanalgan piyoz, andan keyin muvofiq miqdorda dümlüp alğan gürüçe jirgrek dümleyimiz. Andan kıymısıga yumaqsını yaxşı koysanlar yumaqsını iləsek buldu. Doğru dermeklerden tuz, karmuş, kavavcın, zirin yaxşı koysanlar ziri bilen koşup kıyım tayarlayımız. Ondan başka bu tamakniki şorpusunu tayarlaş için getirgen materyallarım var. Piyaz, pomidor, kızılmurç, zencevil, samsak, yumğaq süt, yani noqutlumu bizek için tayarladık. Bunu yana növdüde düşündürüp ötüme aldı bilen xemir jug'urib olaylik. Bu bilan xemirimizga muvofiq miqdorda tuz silib, tuzni bekcha sevetmisek bo'ldi. Odatdagi suv, ya'ni sovuq suv bilan lag'manning xemiridan bo'shroq qilib xemir jug'urib olsak bo'ldi. Petir xemir bu, petir mantining xemirdek jug'ursanlar bo'ldi. Odatda petir mantining xemirini sal chang'roq jug'urimiz lekin buni sal bo'sharoq, singan xemirdek bo'sharoq jug'ursak yayımız emas mi xemirni şuna yaymaqımız asarraq bo'ldi. Xanım qızlar, ma xemirimizni yiyip, mana neyip biz alıp keltirdik. Diqqat qilsanglar, mana asti ko'rindi, shu darajada neyip biz sal tiktok bilan shaklda bo'ldi. Endi boyaqi biz aralashtirib tayyor qilib olgan qijmimizni shuningga mushta shaklda qo'yamiz. Buning tarkibida zira, qarmush, tuz, piyoz, go'sht, dümlengen gürüş deganlarning hammasi bor. Mana mushichilik holatga qo'ysanlar bo'ldi. Jumasini yaxshi qo'ysanlar bo'ldi, bo'lmasa qo'ymasanlar bo'ldi, Mana buni tubish shakli. Mana bunday qilib ilib, mana bunday ekilib. Mana pishib krem ko'rinib turdi, Buni endi oldin maylab olgan jimbilimizga qo'yamiz. Hammasini bu shaklda qilib chiqamiz. Xanım qızlar, bayık xemirimizden arası qiyma ilib, tügüp, cimbilgi sep koyduk. Cimbilde 20 minut etrafıda pişsi buldu. O aralıkta biz şu tamqımızın üstüge koyduğun şorpumuzu tayyor qilamiz. Bunun için qazonga muvofiq miqdorda suv may qo'yib, buni qizitib olamiz. Qizitib olgandan keyin, anadan keyin buningga may ma'lum miqdorda qizigandan keyin piyozni solamiz. Piyozni silib qo'yib, piyaz sağargandan keyin, anadan keyin zencevilni sarsak bo'ldi. Zencevilni saldık, zencevilni keyin pomidorni solamiz. Pomidorni silib qo'yamiz. Bunlar miqdorda qo'rib olgandan keyin endi laza, samsak, no'tlarni silib qo'rib, doğru dermeklerden tuz bilan kavavchini solsak bo'ladi. Anadan keyin miqdorda suv qo'yamiz, ko'p suv qo'ymaymiz. Bitta qo'rinib olsin. Shu mahsulotlarni qilib tuzib kesib olsak bo'ldi. Laza, no'qut, samsak, Müşü korumlarını koruğandan keyin endi tuzni muvofiq miqdorda silib, ozroq kavavchini silib etdim. Shundoq mezilik quruqib chiqadi-da, hozir bu koruminiki. Bu korumini endi ko'proq qo'rsak bo'ldi, andan keyin bunga muvofiq miqdorda suv qo'yamiz. Suvni bekchib qo'ymaymiz. Boyaqi qasqandagi tamoqimiz pishib chiqqandan keyin shuni tuz ta'min ketib, ashuni taqsigirab, tizib ilib, Muşu qorumimizni shu tamoqning ustiga quyish uchun tayyorlayapmiz, xanım qizlar. Bo'ldi, tamoqni pishirib bitayli, unda olsa. Xanım qizlar, boyaqi xemirliq yesipimiz pishgandan keyin mushta taqsiga qolgan shaklda tizib ilib, buni boyaqi qorumimizni ustiga qo'ydik. Qo'ygandan keyin qaltimiz shu sho'rpuloq, shunchalik ko'rkam. Buni yegan chog'da anadan keyin ta'mini his qila olasizlar. Bekmi isil taom bo'ldi. Bu bo'lib shu chet elda turayotgan xanım qizlarimiz shu vatanning taomlarini seg'inib bo'lib o'pka yesiplarni seg'ingan vaqtida xemirliq yesip, ya'ni shu xil yesipni uyda oilada etib yesa, o'pka yesip yegandiki yesipning ta'miga ega bo'lgandek bo'ldi-ku.
Bu bugünkisi texmi bir mezlik bir holatga keldi. Xonim qizlarning yoqtirib yeyishini umid qilaman. Bugungi darsimiz tamom. Allohga omonat.